Saida Zununova Oydan tushgan qiz. O'zbek bolalar adabiyotining taniqli namoyandasi Saida Zununovaning Oydan tushgan qiz asari bolalar va o'smirlar qalbiga yaqin, samimiy va tarbiyaviy ruhda yozilgan badiiy asardir. Kitobda bolalik dunyosiga xos beg'uborlik, orzu-havas va hayotni kashf etish jarayoni qiziqarli syujet orqali tasvirlanadi. Asarning bosh qahramoni o'ziga xos xarakterga ega, pok niyatli va topqir qiz bo'lib, u o'zining noodatiy xulqi va samimiyligi sabab atrofdagilarga oydan tushgandek tuyuladi. Muallif bu obraz orqali bolalarning sodda, lekin teran fikrlashi, kattalar e'tirofida chetda qoladigan haqiqatlarni sezish qobiliyatini ochib beradi. Qahramonning hayotga bo'lgan qarashlari, odamlar bilan munosabatlari orqali mehr-oqibat, halollik va insoniylik g'oyalari ilgari suriladi. Oydan tushgan qiz asarida bolalar psixologiyasi juda nozik va ishonarli tasvirlangan. Muallif kichik voqealar orqali katta ma'naviy xulosalar chiqaradi. O'quvchini yaxshilikka, rostgo'ylikka va boshqalarga befarq bo'lmaslikka chorlaydi. Asar tili sodda, ravon va obrazli bo'lib, yosh kitobxon uchun o'qishga qulaydir. Mazkur kitob bolalarda tasavvur, mustaqil fikrlash va ezgulik tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Oydan tushgan qiz nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lib, inson qalbidagi poklik va samimiyatni qadrlashga undaydi.